Kenagas qishlog'i shu Uchko'prik tumanida birinchi o'rinda turadi aholi sonidan. Eng ko'p aholi yerda yashaydi. O'shanchil qishloqda fayzi bor. It ol, qush bor, ko'p bo'l deydi. Qolsa bu qishloqda dunyo taniydi. Tojikistonda yuramizmi, Qozog'istondami? Farg'ona Tongatguncha yozgan Haziniy bog'li qishlog'idan kelganimizni biz ham faxrlanamiz. Rahmat qolsin. To'g'rimi? Keyin yana bitta narsasi. Tursunali birinchi muhabbatimda aytganda e'tibor berib turdimda kallalaring aqa-baqa borib kelyapti. Eslatlaymi? Bu kasalga hammamiz chalinganmiz. O'shancha bittasi aytgan ekan, birinchi farzanding o'g'il bo'lsa, nomini xotining qo'ymasin. Nima desa, yaxshi ko'rgan nomini qo'yib qo'yadi degan ekan. Albatta, Hasan, bir narsaga xursand bo'ldim. Kenagasda birinchi ish faoliyatimda boshlaganman 78-yil. O'shaning uchun mehrim boshqacha sizlarga. Mahalla komitetda o'zi bordi. Ahmadjon to'y qilyapti, bormasang bo'lmaydi. Sobir aka, halilar. Sobir akamga rahmim keldi, ham ixlosim ortdi. Shunchalik yurt ishonch bildirib, mahalla komitet qilib qo'yibdi-yu, bir rahmim kelgani Salimaxon ikkita bo'pti-da dedim. Bu amal basta oilada tayini yo'q, lekin egal xotinni ikkita qilib olgan mahalla komitet bo'ladi-da. Men dadam mahalla komitet bo'lgan. Mo'rosaga mahallani xotinlari gapirgan, "Ha, domada pul ko'p-da. Har hafta pul yig'adi." To'g'rimi? Chiroq o'tsa biz xotin bizda mahalla komitet yo'q. Mana bu ishda. Gaz pasaysa mahalla komitet. Aka, kuch-quvvat bersin Xudo. O'g'onlib ketasizlar. Kelinglar, bir narsa aytay. Sizlar mehmonsizlar shekilli-a? Shu mehmon